Uzoq umr ko'rish uchun qancha go'sht iste'mol qilish kerak? Uzoq umr ko'rish bo'yicha mashhur tadqiqotlar muallifi National Geographic stipendiyati Dan Batner go'sht iste'molida muhim mezon me'yor ekanini ta'kidladi. U ko'p yillar davomida 100 yoshdan oshganlarda ko'p uchraydigan mashhur ko'k hududlarni o'rgangan, jumladan Okinawa, Sardiniya, Nikoja, Ikaria va Loma Linda. Tadqiqotlarga ko'ra, bu hududlarda yashovchi uzoq umr ko'ruvchilar go'shtdan butunlay voz kechmaydi, biroq uni haftasiga 1-2 martadan ko'p iste'mol qilmaydi. Ularning kundalik ratsioni asosan sabzavot, meva, dukkakli o'simliklar, ko'katlar va tozalanmagan uglevodlardan iborat. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, go'shtni har bir ovqatning asosiy qismiga aylantirish surunkali kasalliklar xavfini oshiradi. Xulosa shuki, uzoq umr uchun go'shtni taqiqlash shart emas, ammo me'yorni saqlash muhim. Ushbu xabarni ko'proq insonlar ko'rish uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.